Bir daqiqada koreys tilida o'qishni boshlaymiz. Koreys tilida asosiy unlilar 10 ta, biz ularning shakliga ko'ra tik va yotiq unlilarga bo'lamiz. Yozilish qoidasi tepadan pastga va chapdan o'ngga tartibida bo'ladi. Avval tik unlilar bilan tanishamiz. Yozish tartibiga diqqat qiling. A, Ya, O, Yo, I. Endi esa yotiq unlilarni ko'rib chiqamiz. U, Yu, O, Yo, U. Endi esa koreys tilida so'zlarni o'qishni boshlaymiz. Bola so'zi koreys tilida ai deyiladi, lekin yozganda unli harf hech qachon yolg'iz kela olmaydi. So'z yo bo'g'in tik unli bilan boshlanganda uning oldidan, yotiq unli bilan boshlanganda uning ustidan himoyachi undosh n harfi qo'yiladi va bu harf unlilardan oldin kelganda hech qanday tovush bermaydi. Harflarni o'rganib olgan bo'lsangiz, ushbu so'zlarning o'qilishini izohlarda yozib qoldiring va buni bo'lishni unutmang.